Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, bizda tashvishlar ko'p. Bilasizlarmi, shu tashvishlar hammasi ro'yo, ya'ni illyuziya. Buni ozgina tafakkur qilib ko'rib chiqsak bo'ladi. Yelkalarimizdagi tashvishlardan oson yengil qutulsak bo'ladi. Mana bizning tanamiz sog'lom ekan, bizda mingta muammo bor. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, to'y qilishim kerak, uchastka ko'tarishim kerak, mashina olishim kerak, kimgadir o'zimni ko'rsatishim kerak, hammadan tan olish kerak. Shunaqa har xil tashvishlar bilan yuguraveramiz. Lekin shu tana agar kasal bo'lib qolsa, jiddiy bir muammo paydo bo'lsa, bizda bittagina muammo qoladi. Qolgan hammasi biz uchun muhim bo'lmay qoladi. Shunday ekan, eng muhim narsa bu bizning salomatligimiz, sog'lig'imiz. Shu sog'lig'ingizni tiklash uchun nima qilish kerak bo'lsa, birinchi navbatda shuni qiling. Ya'ni qalbimizni, ruhimizni, aqlimizni ko'tarib turgan shu tana, buni hali tushunish uchun bir avtomobilga qiyoslab olsak bo'ladi. Shu avtomobilga bo'lgan munosabat bir insonni hayotini o'zgartirib yubordi. Ya'ni shu mashinamga juda qattiq qarayirdim, kerakli benzinni quyardim deydi. Lekin o'ylab qoldim, nimaga shu munosabatni men o'zimni tanamga qilmayapman? Va tanam uchun nima kerak bo'lsa, hammasini berishni boshladim. Juda ham ko'p ortiqcha vazni bo'lgan ekan, hammasidan to'liq qutulibdi. Hayotim tubdan o'zgarib ketib qoldi. Ko'p yaxshiliklar ro'y berdi. Bor yo'g'i shu ilgari mashinamga mehr bergan bo'lsam, endi tanamga mehr beryapman. Vaqtida uxlayapman, kerakli miqdorda uxlayapman, kerakli ovqatini beryapman. Qancha kerak bo'lsa, ortiqchasi, ya'ni me'yordan oshmayapman, hamma narsani kontrolga oldim. Ya'ni tanani boshqarishni o'rgansak, uni sevishni, hurmat qilishni o'rgansak, biz ko'p narsaga erishamiz. Salomatlik bo'lsa, qolgan hamma narsa bo'ladi. Vaqti, soati bilan maqsadlarga erishish oson bo'lib qoladi. Men ko'p aytganman kanaldan turib, ya'ni o'ziga bo'lgan sevgi tanadan boshlanadi. Agar shu tanani disiplinaga olib kirsangiz, vaqtida hamma narsani qildirsangiz, siz o'y fikrlaringizni ham boshqarishni o'rganib olasiz. Tanada disiplina bormi, demak bizning aqlimizda ham disiplina bo'ladi. O'shaning uchun har kuni ertalab turib, ozgina bir vaqt, 10 minut, 15 minut bo'lsa ham vaqt ajratib, shu tanani sog'lom bo'lish uchun nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qiling. Qancha siz o'zingiz taningizni hurmat qilsangiz, uni sog'lom saqlasangiz, maqsadlaringizga erishish, hayotda oson, yengil yashash sizga nihoyatda bir oson bo'lib qoladi. Sog'lom, baquvvat tana bilan. Agar bu narsa bo'lmasa, hamma narsa bir chaqqalik bir qiymati qolmaydi. Agar bizning tanada jiddiy muammo paydo bo'lsa. Shuning uchun oldindan o'ylash kerak. Oldindan o'ylash kerak. Hozir qilayotgan ishlarimni 5 yil davomida qilib borsam, bu nimaga olib keladi? 10 yil, 15 yil, 20 yilda nimaga olib keladi? Ya'ni kasal bo'lib kelgan o'ylash kerak emas. Ancha vaqtliroq harakat qilish kerak. Ya'ni shu 10 yildan keyin, 15 yildan keyin salomatligingiz nihoyatda yuqorida bo'lsin. O'zingizdan minnatdor bo'ling. Shu har kuni turib o'zingiz bilan shug'ullanganingiz uchun. Shunda hayot nihoyatda go'zal bo'ladi. Hammalarga ajoyib kayfiyat tilab qolaman. Yaqin kunlarda yana shu Telegram kanalimizda uchrashamiz. Hammaga ajoyib kayfiyat.